Assalomu alaykum akalar. 130 kamriski motorni qabul qilganmiz. Bunga qilib beradigan ishlarimiz gilza qoqib, ust qismini shlipovka qilamiz. Golovkani, klapanni almashtirib, tag qismini shlipovka qilamiz. Golovkani, klapanni va tayanchli ahvolda valni 0.25 ga shlipovka qilamiz. Videoni kuzatib boring, ish jarayonini ko'rib borasiz. Hop, videoda ko'rgan shinani 0 dan 100 gacha bitkazdik. Ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli chiqqan. Shu xizmatlarning barchasi 3 million so'm bo'ldi. Valni samni o'rnlargacha chiroylilar, blok, golovka hammasini 0 dan 100 gacha bitkazib berdik. Hop, siz meni kanalimga obuna bo'ling. Yaxshi kontentlarni kuzatib borasiz.